Do'stlar, Fotima Sulton nomini yaxshilab eslab qoling. Bu Samarqand shahridagi yirik va juda ham chiroyli bo'lgan to'yxonalardan biri hisoblanadi. Va aynan mana shu to'yxona egalari kompaniyamiz xizmatlarini tanlashgan va aynan mana shu eshiklarni bugun sizga namoyish etamiz. Ketdik. Bu mana buni eshik desa bo'ladi. Do'stlar, bitta fikr ishlatilardi, agar katta binolarni ko'rganda do'ppi boshidan tushib qoldi deyishardi. Endi bu fikrni bemalol mana bunday eshiklarga nisbatan ham ishlatsak bo'ladi. Demak, bu eshiklar Samarqand shahridagi Fotima Sulton to'yxonasi uchun maxsus kompaniyamiz tomonidan tayyorlab berilgan. Bahaybatligiga bitta e'tibor beringlar. Naq 6 metrni tashkil etadi. To'yxonada ham tayyorgarlik jarayonlari avjida mana ko'rishingiz mumkin. Bir necha kundan keyin bu yerda taqdimot amalga oshiriladi, undan keyin yaxshi kunlar, to'ylar boshlanib ketadi. Endi bitta narsaga ahamiyat berasiz do'stlar. Mana bu to'yxonamizning ichki qismi. Dekorativ bezaklarga bitta e'tibor bering. Umumiy ko'rinishdan aslo qochmagan holatda mana shu tarzda eshiklarimiz tayyorlab berilgan. Umuman bir-biriga shunchalik monandki, uzukka ko'z qo'ygandek. Do'stlar, mana shu to'yxona tayyorgarlik jarayonlarini ko'ryapsiz. 2 kundan keyin ochilishi haqida gap ketyapti. Va mana shu ochilish marosimiga o'zbek primadonnasi Yulduzxonim Usmonova ham taklif etilgan ekan. Ko'ramiz, 2 kun ichida bu yerda hali juda ham katta ish bor. 2 kun ichida bu to'yxona qanaqa tarzda ochilar ekan? Mehmonlarni qay shaklda kutib olar ekan? Kompaniyamiz tomonidan mijozlarimizga minglab eshiklar tayyorlab berilgan. Lekin bu qadar yirigi, ya'ni 6 metrligi bu birinchisi hisoblanadi va mana shu eshikni tayyorlab berish baxti samarqandlik dilerimiz Xurshid akaga nasib qildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xurshid aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, o'zi yaxshi. Bu katta to'yxona, ko'rinishi zo'r, dizayn, interyer juda ham zo'r va eshik ham monand tarzda turibdi aka. Tabriklaymiz. Loyihani zo'r bitirib olibsizlar. Endi eshik haqida o'zingiz qisqacha aytib o'tsangiz, nega aynan oq rangda, nega aynan mana shunday dizaynda, bu qanaqa uslub, qanaqa model? Endi bu eshik haqida gapirsak, bu umuman o'zi obyekt haqida gapirishga to'g'ri keladi. Chunki bu общий bitta kompozitsiya, boshidan bu noldan ishlangan dizaynerlar bilan maslahatlashib, hammasi bir-biriga mos kelishi uchun chunki endi baland tanlashga sabab, chunki bu nima? To'yxonaning balandligini o'zini ichi 9 metr. Shunga 9 metr balandlikka, shuning uchun mos eshik nima qo'yishimiz kerak edi. Ikkinchi masala, o'sha bu dizayn proyekt hammasi nima proyektlari o'sha hal bo'lgandan keyin bu o'sha zavoddagi spetsialistlar bilan, mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda buni, chunki bu balandlikda buni polotnosini ochiladigan tabaqasini o'zi 4,5 metr, qalinligi eshigida 7 santimetr. Bu juda katta og'irlik. Buni 10 kishi bazur ko'taradi. Bu narsani nafaqat o'rnatish, ertaga buni bezopasnosti, bu xavfsizligi ham hisobga hammasi olinib, o'shanga mos qilib konstruksiyasi yasaldi. Hozir gapingiz orasida ko'p katta eshiklar bo'ladi. Ularning karkasiga ko'pincha metal ishlatiladi. Metalni temiri ko'rinib turadi. Bizlar oldi bizga maqsad bu narsani temirni ko'rsatmaslik kerak edi. Shu toza MDFdan oppoq chiqish maqsadimiz shu edi. Maqsad bizga yetdi. Chiroyli qilib topshirdik eshigimizni. Hozir o'rnatish haqida gap ketganda miyig'ida kulib qo'ydilar. O'rnatish o'zi bo'lmagandir aka. Ya, o'rnatishga bu juda, endi buni bizda video roliklari ham, bu даже syomkalar qildik. Qarib 10-15 kishi buni faqat ko'tarishga ketgan. Odam nima ustalar jalblandi. Endi kelaymi, model haqida ham gapirib o'taylik. Bu yerda nima materialdan foydalanilgan? Material asosiy, misol, bu yerda MDF, yuqori sifatli bizda misol zavodda MDF ishlatiladi. Bo'yoqlari полный italyanskiy Renner firmaniki. Renner Italiya, italyanskiy firmaniki ishlatildi. Misol, nima? Sifatli ustalar mehnati ketgan. Endi bizning kompaniyamizda faqat sifat, bu boshqachasi bo'lishi mumkin emas. Tutqichlari o'ziga xos. Bular Italiya brendiga tegishli. Misol, polni ruchkalari Latoniva. Alohida bu shu dizayn uchun tanlab olindi va o'rnatdik. Xurshid aka, bu eshikni tayyorlash uchun qancha vaqt ketgan? Tayyorlashga misol proyektiga bir 15 kun ketdi, общий tayyorlashiga 2 oy
vaqt ketdi. Mijozimiz sizdan qancha vaqt so'ragandilar? Ya'ni boshida ko'rishganinglarda qancha vaqtda tayyorlab beramiz degandingiz va o'sha vaqt muddatda tayyorlab berdingizmi? Albatta, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana to'yxona ochilish arafasida bizning eshigimiz o'sha qarib 15 kun oldin olib kelib, hammasini o'rnatib, mijozga chiroyli qilib, sifatli qilib bemalol kelin-kuyovlarni kutib olishga tayyor bo'lib turibdi eshik desak bo'ladi. Shunday. Mijozimiz o'zlari bilan gaplashdingizmi? Qandaydir kamchiliklarni aytdilarmi yo'qmi? To'g'risini ayting faqat. Yo'q, nima kamchiligi bo'lsa, chunki bizda mijoz avvalo tekshirmaydi. Biz o'zimiz qabul qilib olamiz. O'zim kelib shaxsan, misol ustalarimdan qabul qilib olaman. Chunki sifatli qabul qilib olish bizning vazifamizga kiradi va mijozga keyin o'sha oxirida topshiradi. Bizni bitta yutug'imiz, mijozimiz bizga yana murojaat qilsalar, yana eshiklar tayyorlab berishni so'rasalar, bu eng katta yutug'imiz hisoblanadi. Siz ham agar uyingiz uchun yoki ofis uchun, mana shunday shinam to'yxonalar uchun eshiklar tayyorlab beradigan kompaniyani izlayotgan bo'lsangiz, mana shu videoni to'ppa-to'g'ri ko'ryapsiz va bemalol Akbarich kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Shunday. Xurshid aka, endi eshikni tashqi tomondan ko'rinishini aytib o'tdingiz-ku, lekin ichki ko'rinish, ya'ni eshikni korobkasi haqida endi ma'lumot berib o'taylik. Albatta. Mana eshikni bunday ochganimizda agar e'tibor bersangiz, eshigimiz 7 sm bo'lgani uchun, balandligi 4,5 metr polotnosini o'zi bo'lgani uchun, tabaqani endi 120, bu juda katta og'irlik. Korobka buni yukini ko'tara olish kerak. Shu sababli buni korobkalari 20 sm, qalinligi qarib 8 sm ga to'liq yog'ochdan yasalib. Qalinligi 48 sm mi? Yo'q, 8 sm. 8 sm. Korobkaning to'liq qalinligi 8 sm, eniga 20 sm qilib yasalgan. Bu eshik og'ir bo'lgani uchun e'tibor bersangiz, bunga oshiq-moshiqlardan biz 6 ta qo'yganmiz. Oshiqlarimiz ham kattaligi qarib 22 sm-lik latoniy qalin oshiq-moshiqlar qo'yilgan. Shu buni yukini ko'tara olish uchun, bizda birinchi nima yana o'ylov bo'lgan ediki, bu eshikni qo'yganimizdan keyin endi to'yxonaga yosh bolalar keladi, ayollar keladi. Ular ochib yopishi qanday bo'ladi? Bu og'irlik qilmaydimi deb. Lekin e'tibor bersangiz, eshigimiz mana ochilib yopilishi, uni og'irligi qo'lga umuman nima qilmaydi. Hatto yosh bola ham bemalol ochib yopadi. Unaqa katta kuch talab qilmaydi demoqchilar. Bemalol qimirlatish mumkin. Mana bu shpingalet haqida ham aytib o'taylik. Mana eshigimiz baland bo'lgani uchun mana alohida misol buyurtma asosida keltirdik. Bu 1,5 metrlik shpingalet qo'yganmiz. Pataynoy shpingalet deyiladi. Pastga mana e'tibor bersak 25 santimetrlik, yuqoriga 1,5 metrlik pataynoy shpingalet qo'yganmiz. Sho'bi bemalol stremenka bilan eshikni ochib yopish uchun ikkinchi nima tabaqasini. Buni o'zi agar pastdagini ham balandroq qilish mumkinmidi? Ya'ni bu nimani ta'minlab beradi demoqchiman. Bu endi asosiy ikkinchi eshikni fiksasiya qilish uchun, fiksatsiya qilish uchun, yopganda misol bir eshik bir-birini ushlab turishi uchun. Misol o'sha bazm boshlangan payti ikkita tabaqa birdaniga ochiladi. Tushunarli. Mana bu tilla ranglar ichki dizaynga, interyerga mos holatda tayyorlab berilgan. Bu yerda aksessuarlarga e'tibor bersangiz, mana lustra, qandillar nimalar hammasi tilla bilan oq, tilla faqat ishlatildi. Shuning uchun bizning eshikda o'zini oq va aksessuarlarni faqat tilla ishlatdik. Boshqa rang yo misol bezak berilmadi. Hech narsa xuddi ortiqcha emasda e'tibor bersangiz. Ikkita rang bir-biriga shu qadar uyg'unlashib ketganki, mana ichki ko'rinishda lyustralar, qandillarga e'tibor qaratsangiz, hammasi bir-biriga shunchalik moslashib ketgan desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Xurshid aka, sizni tabriklaymiz. Yana bir bor mana shunaqa katta loyihalarni yana bitirib berish sizga nasib etsin deymiz. Hali mijozlarimiz sizga ko'p murojaat qilishadi va murojaat uchun albatta mana shu yerda raqamingizni, manzilni qoldirsak, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Aynan mana shu manzillar orqali topa olasiz. Biz mana shu yerda endi kichik reportajimizni yakunlaymiz. Aka, sizga salomatlik tilaymiz. Yana kelaylik. Siz zo'r proyektlarni tayyorlayvering. Biz kelib tomoshabinlarimizga yetkazaveraylik. Mijozlarimiz ko'payaversin. Bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbarich, ko'ngil tinch.